kasali odamda qanday paydo bo'ladi va uni tuzatib bo'lmaydimi? Ushbu kasallik tuzalmas hisoblanadi va u yillar davomida insulinga muhtojlikni keltirib chiqarib, insulinga bo'lgan ehtiyojni yillar davomida qoplab turishiga to'g'ri keladi butun umr. Nimaga unda ba'zi kasalliklar, ba'zi bemorlar oyog'i kesilishgacha olib boradi o'zini? Bu jarayon sistemali bo'lgani uchun bitta organ emas, bir nechta organ, hamma organ jalb qilinadi ushbu kasallikda. Har kuni qondagi qand miqdorini o'lchab yurish shartmi? Sog'lom odamlar har 3 yilda qonda qand miqdorini aniqlab turishlari shart. Qand kasalligiga chalinib qolishim mumkin yoki chalinganman, shirinlik yegim keladi, nima qilishni bilmayapman deydiganlarda. Yosh o'tganda ham tetiklik sog'lom yashashga bog'liq. Undan tashqari yildan yilga yosharib borayotgan kasalliklar soni ko'payyapti. Ulardan biri qandli diabet. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining 500 milliondan ortig'i qand kasalligiga chalingan. Shuning uchun ham unga qarshi jiddiy kurashish kerak. Aks holda qonda qand miqdori ortib, tana quvvatsizlanadi. Doimiy kuchli chanqoq va uning ortidan tez-tez hojatga borish ehtiyoji ortadi. Stress kuchayadi. Tundagi bezovtalik, oyoqlarning qaqshab og'rishi, ko'z nurining so'na boshlashi. Qanday diabetning kuchli simptomlaridan aziyat chekayotganlar sonini qisqartirish payti keldi. Qand kasalligining jiddiy muammolariga duch kelmasligi uchun sizga yechim taklif qilmoqchimiz. Dardni jilovlash kerak. Effect Herbals mahsuloti ekologik toza plantatsiyalarda o'stirilgan giyohlardan tayyorlangan organik mahsulot. Effect Herbals iste'mol qilib natijaga erishayotganlar kundan kunga ortib bormoqda. Qand miqdori 12, 14, hatto 20 ga ko'tarilib ketadigan bemorlarning ijobiy natijaga erishayotgani bizni xursand qilyapti. Ular Effect Herbals mahsuloti iste'molining dastlabki kunidayoq qondagi qand miqdori me'yorlashganini aytishmoqda. Qandli diabet sizni yengishidan avval undan o'zingizni himoyalang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 520 0909. Malakali mutaxassislar sizni qiziqtirgan savollarga javob berishadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Effect Herbals salomatligingiz uchun qayg'uramiz. Effect Herbals salomatligingiz uchun qayg'uramiz. Assalomu alaykum. Qandli diabet, sahr kasalligi bu o'lim uchun tamg'a deb o'ylaydiganlar bor. Agar shu ketishda bo'lsa, oyog'im kesiladi, buyragim ishlamay qoladi, ko'zim xiralashib ketsa kerak meni ham deguvchilar ham topiladi. Undan tashqari sahr kasalligiga chalindimmi men, og'zim quriyapti, hojatxonaga tez-tez boryapman, tushunmayapman nima bo'layotganini deydiganlar ham ko'p. Shuning uchun ham diabetga davo ruknini ko'rsatuvini yo'lga qo'ydik va shu rukn orqali bizga juda ko'p savollar yo'llandi. Va mana shu savollar orasidan saralab olinganlarini mutaxassis bilan birga bugun muhokama qilamiz. Assalomu alaykum, Aziz opa, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Chunki men har doim suhbatdoshlarimga aytaman, ko'rish va qarshingdagi insonni ham seni ko'rishi aslida eng katta baxt, sog'lom ko'rish. Va bu bevosita qandli diabet bilan ham bog'liq. Bugun yosh o'tgandan keyin qand kasali ortidan ko'z xiraligiga duchor bo'layotganlar va uni ortga qaytara olmayotganlar soni yetarlicha. Men o'zim davlat shifoxonalarining biriga bordim. Bitta palatada 4 ta bemor yotibdi. Birini 2 ta barmog'i kesilgan, biri to'pig'igacha kesilgan, biri sonigacha kesib tashlangan. Va ularning hammasi qandli diabet asorati ekanini aytayapti. Va yosh 60+. Shuning uchun ham diabet bu tuzalmas dardmi degan savol tug'iladi-da. Keling shu savolga javob berishdan boshlasak. Qand kasali odamda qanday paydo bo'ladi va uni tuzatib bo'lmaydimi? Qandli diabet kasalligi 2 xil turi mavjud. Qandli diabet birinchi tur hamda qandli diabet ikkinchi turi mavjud. Qandli diabet birinchi tur asosan yoshlarda, 40 yoshgacha bo'lgan bemorlarda uchraydi va u aytib o'tganingizdek, oshqozon osti bezining buzilishi struktur jihatdan, ya'ni hujayra darajasida buzilishi jihatdan namoyon bo'lgani uchun ushbu kasallik tuzalmas hisoblanadi
va u yillar davomida insulinga muhtojlikni keltirib chiqarib, insulinga bo'lgan ehtiyojni yillar davomida qoplab turishiga to'g'ri keladi butun umr. Qandli diabet ikkinchi tur bo'lsa, absolyut yetishmovchilik emas, ya'ni nisbiy yetishmovchilik bilan yuzaga keladi. Bunda oshqozon osti bezida ma'lum bir qism hujayralar nobud bo'lishi yoki bo'lmasam undan ishlab chiqarilayotgan insulinni organlarga yetib bormasligi yoki organlarni unga nisbatan sezuvchanligini pasayishi oqibatida yuzaga keladi. Mana bu tur odatda tuzalmas xronik turga kiradi, lekin shunaqa bitta narsa borki, qandli diabeti bor odamlarning qandini normada ushlab yurilsa, ya'ni sog'lom odamlarniki yaqinlashtirib ushlab yurilsa, hech qanday muammosiz butun umr sog'lom odamdek yashashlari mumkin. Chunki har birimizda qand bor, uni miqdori faqat normada. Bu bemorlarimizda esa sal yuqoriroq turadi. Biz ularni dorilar yoki to'g'ri ovqatlanish, sport hammasini jamlagan holda normada olib yursak, sog'lom odam bilan qandli diabetni umuman olib qaraganda hech qanday farqi yo'q hisoblanib qoladi. Nimaga unda ba'zi kasalliklar, ba'zi bemorlar oyog'i kesilishgacha olib boradi o'zini? Ushbu holat o'ziga bo'lgan sog'lig'iga beparvolik, qandni miqdorini vaqtida normada olib yurmaslik, o'tkazib yuborilgan vaziyat hisoblanadi. Bu asorat. Ya'ni asorat bo'lganda ham og'ir, hatto o'limga olib keluvchi asorat hisoblanadi. Shuning uchun kasallarga doimo bunday asoratlarga yetib borguncha oldinroq, ya'ni qand miqdori endi oshishni boshlaganda, ularga birinchi belgilar namoyon bo'lganda, o'shanda jarayonni orqaga qaytarishni tavsiya qilamiz. Hozir oyoq kesilishgacha olib borish bu eng oxirgi jarayonlar deb aytyapsiz. Ko'z xiralashishi bor bu yerda. Undan tashqari buyraklarning ishdan chiqishi bor. Bu ham keyingi asoratlar hisoblanadi. Albatta. Yana qanday xavfli asoratlar bor? Ko'z va buyrakniki qay darajada xavfli bo'ladi? Har bitta organga beriladigan asorat aslida jiddiy. Chunki har bir organimiz o'zining ma'lum bir vazifasi bor. Organizm butunligini saqlab turish uchun muhim vazifani bajaradi. Ko'zga, buyrakka har bitta organni alohida sanab o'tyapsiz. Chunki bu organlarimiz bizni ko'zimizga ko'ringan, bizga bilingani uchun avvalambor ko'zga tashlanib qoladi. Lekin bizga ko'rinmagan jigar tomonidan, ichaklarimiz tomonidan, qorataloq, boshqa organlarimiz tomonidan ham asoratlar yuzaga keladi albatta. Lekin ularni ma'lum bir tahlillarni amalga oshirmagunimizcha biz ko'ra olmaymiz. Ko'zimizga ko'ringani uchun albatta buyraklarni, ko'zlarimizni sanab o'tamiz, qolgan organlar nazardan chetda qoladi. Aslida har bitta organda jarayon baravar kechadi va asoratlar baravar yuzaga keladi. Shuning uchun ham sistemali kasallikda doim aytib o'tamiz, bu jarayon sistemali bo'lgani uchun bitta organ emas, bir nechta organ, hamma organ jalb qilinadi ushbu kasallikda. Shuning uchun ham asoratlar og'ir oqibatlarga, hatto o'limga ham olib kelishi mumkin. Ha, oyi, boya adamlar bilan gaplashgandim. Ukollaringizni umuman olmayotgan ekansiz. Mumkin emas narsalarni ham yeb qo'yayotgan ekansiz. Bunaqada sahringiz oshib ketmasin? Ha, bolama, sen xavotir olma. Sen olib bergan effekt herbalsi ichayotganimdan biri ukoldan umuman chiqib ketdim. Oz-ozdan ko'nglim tusagan narsalarni yeb yuribman. Hey, o'sha mahsulot ta'siridachi hamma bezovtaliklarim kamaydi. Ha, unda yaxshi. Kelayotgan hafta yana olib boramiz. Hozir aksariyat bugun olamdan o'tayotgan yoki jamiyatga tanish bo'lgan insonlarning o'lim sabablarini surishtirsangiz, yo yurakdan, yo qand kasalligidan degan javob kelib chiqyapti-da. Nahotki qand kasalligi bir deganda odamni olib ketib qolsa? Yo'q. Qand kasalligi birdaniga insonni o'lim darajasigacha olib kelib qo'ymaydi. Buning uchun yillar talab qilinadi. Chunki har bitta asorat yuzaga kelishi uchun kamida 5-6 yil kerak bo'ladi. 5-6 yilsiz bemorlarimizda hech qanday asorat yuzaga kelmaydi. Odatda bemorlarimiz tashxis qo'yilgandan so'ng birdaniga asoratlar yuzaga kelib qolgandan shikoyat qilishadi. Bu bemorlar birdan yuzaga kelmagan. Ular qand miqdori ko'tarilganini sezmasdan yillarni o'tkazib yuborishgan. Ya'ni o'zlarini vaqtida tekshirib yurishmagan, oldinroq qand miqdori oshganini sezishmagan, shikoyatlar bo'lsa ham beparvolik qilib e'tibor berishmagan bo'ladi. Shuning uchun asorat yuzaga kelganda qandli diabet tashxisi qo'yiladi, kech tashxis qo'yiladi. Mana shu muammo bizning eng katta muammoyimiz. Eng katta muammolardan yana biri bu beparvolik. O'ziga nisbatan deb aytib o'tdingiz yuqorida. Beparvolik ham shu darajadaki, bir qo'shnisi qand kasali ortidan qandaydir og'ir asoratni boshdan o'tkazgan bo'lsa-yu, o'zida shunday holat
kuzatilayotgan bo'lsa qand miqdorining me'yordan ortishi, ha qo'shnimiz shunday bo'lib qolibdi deb yurishaveradida biznikilar aksariyat holatlarda. Lekin menda kuzatilmasmikin deb o'ylashmaydi. Bizda bugungi kundagi ruhiy holat, agressivlik yoki taomlanish bilan bog'liq vaziyatlar, nosog'lom turmush tarzi bu kasallikni sabablari. Lekin siz qabul qilayotgan bemorlarning katta qismida qaysi sabablar bilan bu kasallik yuzaga kelyapti? Hozirgi kunda yuqorida aytib o'tganimdek, agar qandli diabet birinchi tipni nazarda tutadigan bo'lsak, ya'ni yoshlarda nazarda tutadigan bo'lsak, asosan virusli kasalliklar. Ya'ni kuni kecha barchamiz bilgan, ko'rib o'tgan COVID kasalligi bu hammamiz uchun yengillik bo'ldi va ushbu kasallikning orqasidan juda ko'pchilikda qandli diabet tashxisi qo'yildi. Chunki ushbu virus organizmda aynan beta hujayralarni, ya'ni oshqozon osti bezida joylashgan beta hujayralarning shikastlanishi yuzaga keldi va ma'lum bir % odamlar ushbu kasallik bilan kasallangani aniqlandi. Bu birinchi turga taalluqli deb qarasak, ya'ni virusni etiologiya. Qolgan ikkinchi tip bemorlarimizda asosan ortiqcha tana vazni, o'troq hayot, harakatning kamligi, hayotimizni takomillashib, zamonaviylashib borgani sari hayotimizga texnika, texnologiya, internet, qancha qulayliklar kirib kelishi ko'paygani sari kasalliklar ham ko'payib boryapti. Chunki qulaylik qanchalik yaxshi bo'lsa, o'tirgan joyimizda, misol uchun tushlikni o'tirgan joyimizda olib keltirish, harakatimizni kamaytirishi yoki bo'lmasam ovqatdan keyin yana o'sha kompyuterimizga, o'sha ish holatimizga, o'sha stolimizga qaytish, birpas chiqib aylanib kelish, sayr qilib kelish yoki bo'lmasam shu ovqatga tushlikka piyoda borib kelish, shu narsalar hozir yo'q. Shuning uchun ham hayotimizni takomillashgani sari bizdagi kasalliklar ham ko'payib rivojlanib ketyapti. Dinamika kamayishi harakatni, semizlikning ortib borishi, kaloriyalarning oshib borishi va o'zidan beparvolik ayniqsa birinchi o'rinda. Va shu kaloriyani oshib borishiga yarasha kaloriya sarfi Kam. Yetarli darajada bo'lmayotgani. Shu kasalliklarning asl sababi. Asl sababi, albatta. Va mana shu qand kasalligi bilan bezovta bo'layotgan odamlar yoki qand kasalligiga chalinish ehtimoli bor deb aytiladigan odamlar toifasi bor o'zi. Mana shunday insonlar yoki sog'lom insonlar har kuni qondagi qand miqdorini o'lchab yurishi shartmi? Hozirgi kunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bizga bergan tavsiyasiga ko'ra, sog'lom odamlar har 3 yilda qonda qand miqdorini aniqlab turishlari shart. Har 3 yilda. Har 3 yilda bu sog'lom insonlar. Endi xavf guruhiga kiruvchi ma'lum bir insonlar bor. Ana bu insonlar xavf guruhiga kiruvchi 1 yilda 1 marta. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi, xavf guruhiga kimlar kiradi? Xavf guruhiga kiruvchi insonlar bular naslida, ya'ni ota-onasida, yaqin qarindoshlarida qandli diabet mavjud insonlar. Undan tashqari ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan insonlar. Undan tashqari anamnezida yirik homila dunyoga keltirgan onalar. Ushbu guruh xavf guruhiga kiradi va bular 1 yilda 1 marta qonda qand miqdorlarini ularni bezovta qilmasa ham tekshirib turishlari shart. Kasallikka chalingandan keyin, ya'ni qandli diabetga chalindi degan tashxis qo'yilgandan keyinchi. Qandli diabet tashxisi qo'yilgandan so'ng vrach nazoratida ma'lum bir vaqtlarda tekshirib boriladi. Bemorning holatiga, o'tkazgan kasallik stajiga, davriyligiga hamda undan tashqari qabul qilayotgan dorilariga qarab turib o'lchanadi. Agar bemor insulin terapiyada bo'lsa, unda intensiv ravishda juda ko'p marotaba, hatto kuniga bir necha marotaba o'lchash kerak. Insulin terapiyada. Agar tabletkada yoki boshqa bir dieta, yengil qandaydir vositalarda bo'lsa, bunday bemorlar vrach nazoratida haftada 3 marta, 2 marta o'lchab turishlari mumkin. Har kuni shart emas u. Odatda safarga chiqsam samolyotda yoki ba'zida mashinada uxlab qolsam, tomog'im tez, og'zim quriydigan bo'lgan va juda ko'p suyuqlikka ehtiyoj sezaman men ham. Va bundan shubha qildimda qand miqdorini o'lchatdim. Kecha tut yedim, undan keyin qulupnay yedim, shirinlik va osh. Aytganingizdek, bizda ba'zida nafs bizdan ustunlik qilib ketadi va shundan keyin o'lchaganimda 6.7 chiqdi glyukometrda. Bu normami men uchun? Sog'lom odam uchun och qoringa o'lchanganda glyukometrda aytadigan bo'lsak, chunki glyukometrga biz kapillardan qon olamiz, barmoqdan olamiz. Bunday holatda 5.5 dan yuqori bo'lsa och qoringa, unda vrachga tavsiya qilinadi. To'q qoringa ovqatdan keyin 2 soatdan keyin bo'lsa 708 dan kam bo'lishi kerak. 2 soatdan keyin, lekin kunning xohlagan qismida bo'lsa 11 dan kam bo'lishi kerak. Mana shunday holatda norma hisoblanadi. Undan yuqori chiqsa vrachga murojaat qilishlari shart. Matlu, kecha gapga bormading.
hali qizingni ko'ruvdim. Mazalari yo'q deb aytdi. Yaxshimisan? Ha, bilasan-u, shahrim bor. Kecha biroz davleniyam ko'tarilib yotib qoldim. Ha, o'tib ketar. Matlub, bilasan, menda ham sahr bor. Shu desang, o'g'lim Effect Herbals degan mahsulot olib keluvdi. Shuni ichib yuribman. Davleniyam ham joyida, sahrim ham ancha normaga tushib qolgan. Shundan sen ichib ko'rsang bo'lardi. Ha, nima deding otini? Effect Herbals. Qand kasalligida og'iz qurishi, chanqash. ya'ni chanqash, Aha. ochlik hissining bo'lishi normami Aha. va undan tashqari hojatxonaga tez qatnash Mhm. orqasidan sahr bo'lib qolibmanmikin deb o'ylaydiganlar ham topiladida. Shu sabablarini emas, belgilarini Mhm. aytib o'tsangiz. Qandli diabetni aytib o'tganingizdek, birinchi sababi, eng birinchi sababi ko'p tashqariga chiqish, hojatga ko'p chiqish. Ayniqsa kunning belgisi. Kunning ikkinchi qismida, tungi paytlarida hamda peshindan keyin. Undan tashqari og'iz qurish, chanqash boshqa kasalliklarda ham bo'ladi. Lekin qandli diabetda bu kuchliroq, yaqqolroq namoyon bo'ladi. Bemorlar sezishadi. Har doimgidan ko'proq, ya'ni 2-3 litr emas, undan ko'ra ko'proq 5 litr, 6 litr kuniga suv ichyapman. Kechasiga shunga yarasha ko'p tashqariga chiqyapman deb shikoyat bildirishadi. Bu eng birinchi bildiradigan belgilari. Undan tashqari, hali yuqorida aytib o'tganimdek, bizda kasalliklarni o'tkazib yuborib asorat bilan kelishgani uchun ko'p bemorlar oyoq qo'llarida og'riqlar, uvishishlar, jimirlash, holsizlik, charchoq, uyquning buzilishi, ozib ketishga shikoyat qilib kelishadi. Ozib ketish ham bu qandli diabetni asosiy belgilaridan biri. Birdan ozib ketadi. Birdan qisqa muddat ichida ko'p kiloni yo'qotish. Bu ham qandli diabetning asosiy belgilaridan biri. Noto'g'ri dieta ham qandli diabet qilib qo'yishi mumkinmi odamni? Noto'g'ri dieta qandli diabetga olib keladi desak, bu noto'g'ri fikr. Bu to'liq 100% javob bermaydi, chunki noto'g'ri dieta odatda metabolizmni buzilishiga, hazm prosesini buzilishiga, oshqozon ichak kasalliklariga, undan tashqari modda almashinuv buzilishiga, mikroelementlar yetishmovchiligi, vitaminlar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Lekin qandli diabetga olib kelmaydi. Bizga yo'llangan savollar orasida shundaylari ham bor ekan. Ertalab uyg'onganimda boshim aylansa, bu qandli diabet belgisimi deb yozishibdi. Agar qandli diabeti bor odamni ertalab uyqudan turganda boshini aylanishi, bu qandli diabetning shikoyatlaridan biri hisoblanadi. Bunday bemorlar agar qandaydir qand pasaytiruvchi tabletkalar ichishayotgan bo'lsa, kechqurungi tabletkani dozasini to'g'irlashga to'g'ri keladi. Chunki ertalabga yaqin boshdagi aylanish bu kechki tungi davrda gipoholatda, ya'ni qandni pasayib ketishi yuzaga kelayotganini belgisi. Chunki bosh aylanishi, davleniyani tushishi, ko'z oldi xiralashishi, uyquchanlik, muzday ter chiqishi, holsizlik bu gipoholatining belgisi hisoblanadi. Buni qandli diabeti bor bemorlar juda ham yaxshi bilishadi, chunki ularga tushuntiriladi boshida gipoholati nimaligi. Bu o'sha qondagi qand miqdorini birdan tushib ketish oqibatida yuzaga keladi. Lekin qandli diabeti yo'q bemorlar bo'lsa, ular uchun bu boshqa kasalliklarning belgisi bo'lishi ham mumkin. Anemiyada ham, holsizlikda yoki yuqorida aytganingizdek dieta qilayotgan bemorlar bo'lsa, ozish uchun ularda ham bosh aylanish kuzatilishi mumkin. Buning sabablari turlicha. Bizda shifokorlarning malakasi ortib borayotganini asta-sekinlik bilan ko'ryapmizda, namoyon bo'la boshlayapti. Chunki mijozlar bilan muloqot qilayotganda, aynan ba'zi endokrinologlarni eshitdim, aynan onam ham bir endokrinolog nazoratida doimiy turadi. Doimiy harakat va nafsingiz tortganda ozgina shirinlik yesangiz ham yoki bir narsa iste'mol qilsangiz ham yarim soat raqsga tushishni tavsiya qilaman degan. Bundan tushunsa bo'ladiki, qand kasalligida o'ta qat'iy cheklov yo'q. Va faqatgina o'sha hayotini tartiblab normaga keltirib olsa bo'ldi. Qand kasalligiga chalinib qolishim mumkin yoki chalinganman, shirinlik yegim keladi, nima qilishni bilmayapman deydiganlar bor. Aslida shirinlik borasida bitta narsani aytib o'tishim kerak. Shirinlik bu organizm uchun kerak narsa, ya'ni miyani ozuqasi hisoblanadi. Har bitta hujayrani ichiga shirinlik kirib bormasa, ya'ni glyukoza kirib bormasa, hujayra oziqlana olmaydi. U o'zini faoliyatini bajara olmaydi. Lekin bizda shunaqa tushuncha borki, men shirinlikni faqat pirojnidan, tortdan, shokoladdan yoki bo'lmasam qandaydir shirin narsadan olaman degan tushuncha bor. Aslida unaqa emas. Glyukoza organizmimizga nafaqat pishiriqlar orqali, balkim mevalarimiz,
sabzavotlarning tarkibida ham bor. Yeyotgan даже hozirgi kundagi oddiy nonlarimiz, ularning tarkibida ham bor. Yeyotgan oziq-ovqat mahsulotlarimiz ichida glyukoza ma'lum bir darajada bor. O'sha mahsulotimizni tarkibidagi narsalar bizga hujayrani ichiga yetib kirib, energiya hosil bo'lishi uchun yetarli miqdorda yetadi. Ortiqcha ravishda pirojnoy tortlarni iste'mol qilib, glyukozaga boyinishimiz, semirishimiz shart emas. Shuning uchun ham oddiy tilda aytganda bemorlarga doim aytaman, yeyotgan meva, sabzavotingiz tarkibidagi glyukoza sizni bir kunlik ehtiyojingiz uchun yetadi. Ortiqcha shirinlik yeyishingiz shart emas deyman. Yegisi kelib tursa-chi? Endi bor, shunaqa patsientlar bor, bemorlarimiz bor, juda ham yegim kelyapti, men havas qilaman, yeganini ko'rsam yoki men ham shokolad yeb yurganman, kasal bo'lgandan keyin yomay qoldim, nima qilay deyshadi. Bunaqa paytda aytamanki, maxsus qandli diabet bo'lgan bemorlar uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar bor. Ularni o'zlarini konfetlari, o'zlarini shokoladlari, shirinliklari, pishiriqlari, hatto vafli, pirojnoylari ham bor. Ana ularni bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Ular hech qanaqa qondagi glyukoza miqdorini oshirmaydi. Chunki sostav jihatdan, tarkib jihatdan ular boshqa narsadan, ya'ni saxarozadan tashkil topgan. Shuning uchun ham bemalol iste'mol qilsalar bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, bizni bir qarindoshimiz bor. Qand miqdori doimiy yuqori yurgan, semizlikdan aziyat chekkan. Menimcha ikkinchi bosqichi bo'lsa kerak, tana indeksi bo'yicha semizlikning ikkinchi darajasi va lekin doimiy fitness bilan shug'ullanib, tana vaznini joyiga keltirish uchun harakat qilgani va kayfiyatini yaxshilagani uchun qand kasalligidan butunlay qutulganda biz o'zimizni ko'zimiz oldidagi yaqin insonimiz. Endi savol tug'iladi. Demak, qand kasalligidan butunlay qutulsa bo'ladimi? Qand kasalligi endi boshlangan bosqich bo'lsa, qand miqdori juda yuqori bo'lmasa, normadan o'zini ko'rsatkichlari bor, ma'lum bir darajagacha. Ana o'sha ko'rsatkichdan oshmagan bo'lsa, hamda bemorda ortiqcha tana vazni bo'lsa, bemor to'g'ri ovqatlansa, o'sha glyukoza mahsulotlarini iste'mol qilmasa, to'g'ri ovqatlanishga o'tsa, hayot tartibini to'g'rilasa, aytganingizdek sport bilan shug'ullansa, insulinga bo'lgan sezuvchanlik ortadi organizmda. Ya'ni insulin rezistentlik yo'qolib, o'zini insulini kira olmayotgan hujayralarning ichiga kirib, o'z faoliyatini bajarishni boshlaydi. Natijada o'z-o'zidan kasallik tuzalgandek bo'ladi. Aslida kasallik o'zi bo'lmagan, faqat insulin rezistentlik unga to'siq bo'lib turgan. Insulinga sezuvchanlik bo'lmagani uchun hujayraning ichiga kira olmay, o'zini insulini tashqarida kutib turgan. Ana o'sha baryerni, to'siqni olib tashlaganimizdan keyin insulin o'zini hujayralarga kirib faoliyatini bajarib, qand normaga tushgan. Mana shu holat, bu holat ko'pchilikda bo'ladi. Asosan ortiqcha tana vazni bilan bo'lgan bemorlarda. Ana ularni vaznini bir me'yorga tushirsak, shundoq ham qachon butun umr dori ichib yurishga majbur bo'lib qoladi kasallar? Qachonki o'tkazib yuborilgan vaziyatlarda, kech aniqlansa qandli diabet, asoratlar yuzaga kelib bo'lgan bo'lsa, undan tashqari qand oshganda miqdori undan yuqoriga birdaniga oshganda, hamda anamnezida komalar o'tkazgan bo'lsa va vaznini hech qanaqa yo'llar bilan yo'qota olmay, ortiqcha tana vazni hali ham ushlab turilgan bo'lsa, yondosh kasalliklar bo'lsa, yurak qon tomiri kasalliklari, jigar xastaliklari, qandaydir qo'shimcha yondosh kasalliklar bo'lsa, bunday bemorlarimiz albatta davoga muhtoj. Ularni doimiy nazoratga, doimiy davoga muhtoj bo'lishadi. Bu javob qanchalik tushkunlik kayfiyatini keltirib chiqarishi mumkin kuzatuvchilarda? Nima deb o'ylaysiz? Va ular tushkunlikka tushishi shartmi bu javobingizdan keyin? Doimiy nazorat va doimiy dori-darmon degani ular uchun azobli jarayonmi? Doimiy nazorat aslida azobli jarayonga kirmaydi. Chunki doimiy nazoratni nafaqat shifokor, bemor o'ziga o'zi qilsa ham bo'ladi. Chunki doimiy nazorat deganimizda u doimiy kunda kunora 2-3 kunda bir doktorga, vrachga borsin demayapman. Faqatgina kontrol, o'zida glyukometr bo'lsin, vaqti bemahal o'zi o'lchab tursin, boradi har 6 oyda vrachga murojaat qilib, kerakli muolajalarni olib turishi bu doimiy nazorat uchun nazarda tutyapman. Undan tashqari tushkunlik kayfiyati bu sahrni qandni yanada oshib ketishiga, asoratlarni yana yuzaga keltirib qo'yishiga olib keladi. Shuning uchun tushkunlikni hech qachon bizni kasal ekanman, menda qandli diabet ekan, bo'ldi, meni hayotim tugadi, shu bilan endi butun umr men o'lib ketar ekanman degan fikr juda ham noto'g'ri. Chunki aytganimdek, ular sog'lom odam bilan bir qadam o'rtaligi. Normaga olib tushdik sahrligini, sog'lom odam bilan bir xil. Shuning uchun ham har doim aytaman, tushkunlikka kayfiyatga tushmanglar. Sizlar kasal emassizlar. Sizlarni hayot tarzinglarni o'zgartirsak, sizlarni turmush tarzinglar, yeyotgan ovqatlaringlarni to'g'rilasak, sizlar kasal emassizlar. Faqat shu hayotga rozi bo'lib,
to'g'ri sog'lom turmush tarziga o'tinglar, jismoniy harakat ozgina qo'shinglar, ozgina to'g'ri ovqatlaninglar, bo'ldi. Shu bilan hech qanaqa kasallik, даже sizlar doriga ham muhtoj bo'lmay qolasizlar deb tushuntirib boramiz. Shuning uchun tushkunlikka tushish umuman hojati yo'q. Aytganimdek, bir qadam o'rtasida turishibdi. Bir qadam o'zligini qo'lligida. Shunda tashlashsa, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy harakat kundalik hayotga qo'shsin, sog'lom tarzga o'tishadi, sog'lom tarafga o'tishadi. Jismoniy harakat deganda fitness qidirib yurish ham shart emas-ku o'zi Yo'q, aslida. yo'q, umuman. Uydagi harakatlarimiz ham tanadagi kaloriyalarni yoqishga yordam beradi tabiiy ravishda va o'zi qaysi sport turlarini ratsionga parallel ravishda qo'shishi mumkin qand kasalligi bilan bezovta bo'layotgan. Qandli diabet kasalligi bor odamlarga og'ir sport turlarini tavsiya qilmaymiz, chunki ularda yuqorida aytib o'tgandek gipoholati kuzatilishi mumkin. Qonda qand miqdori birdaniga tushib ketishi yoki qandaydir bir oqibatda jismoniy mehnatda birdaniga ko'tarilib ketishi mumkin. Shuning uchun ham bunaqa bemorlarga suzish juda ham ma'qul hisoblanadi. Undan tashqari yurish, piyoda yurish har kuni o'rta yoshli insonlar uchun yarim soat 1,5 soat yurish, 1 soat 1,5 soat yurish bu eng zo'r, eng maqbul sport turi hisoblanadi bu ham. Undan tashqari har qanday gimnastika turlari bilan shug'ullanish, uy sharoitida bemalol hozirgi kunda internet tarmoqlarida har xil gimnastikalar mavjud. Ularni ko'rib turib, birga qaytarib ularni bajarishlari mumkin. Alohida fitness zallariga borish shart emas. Borsalar nur ustiga a'lo nur, ma'lum bir darajada energiyalarni sarflab, vaznlarni to'g'irlab, korreksiya figura bo'ladi, bu yerda chiroyli tomonga o'zgarishlar bo'ladi, kosmetik jihatdan chiroylilashadi. U zo'r, agar Kayfiyatida ham o'zgarishlar bo'ladi. U muhit ta'sir qiladi borganda sport zallariga, muhitda ham katta ahamiyatga ega. Agar borish iloji bo'lmasa, imkoniyat bo'lmasa, juda bo'lmaganda yuqorida aytib o'rgandek yurish, suzish va eng bezvredniy, xavfsiz, zararsiz usullari gimnastikalar. Shavkat, tuzukmisan? Gapga kelmading, tinchlikmi? Ha, bilasan u. Sahrim bor. Biroz mazam qochdi. Boshim aylanib yura olmay qoldim. Qarichilik-da. Ya qo'ysang-chi, meni ham sahrim bor. Yaqinda o'g'lim Effect Herbals degan bir mahsulot olib keldi. Shuni ichganimdan keyin sahrim ham normada, nima xohlasam mazza qilib yeyapman. Undan tashqari baraka topsin, ana endi krinologlar ham tez telefon qilib, xomma xabar olib turishibdi. Sen aytmasang-chi, sahrim borligini ham esimdan chiqarib yubordim. Otini nima deding? Effect Herbals. Keyin gapdan qolmagan. Omma? Ha? O'tiradimi? Endi biz ko'p bemorlar bilan gaplashganimiz uchun savollarimiz ham hayotiy, ham bu joyda berilgan savollarni qo'shib o'zimni tajribalarimdan kelib chiqib sizdan so'rayapman. Bir tanishim bor. Endi qaysi vaziyatdaligini aytmayman, lekin juda bir jiddiy vaziyatda, olamonning ichida sharmandali holatda qolib ketdi va shu qattiq stressdan keyin qand miqdori birdan 15 ga chiqib ketganini aytdi menga. Keyin oylar davomida qarasa holat shundaki davom etyapti. Terlash qo'shildi, charchoq qo'shildi, hansirash qo'shildi va endi tibbiyotda sharm yo'q. Jinsiy hayot faoliyatida buzilish sezilgan. Shunaqa asoratlar birdan stress orqasidan yuzaga kelishi mumkinmi qand kasalligi? Bu bemorda menimcha nasliy moyillik bo'lgan, chunki nasliy moyilligi bo'lmagan insonlarda birdaniga qandning yuzaga chiqishi juda ham kamdan kam holatlarda. Odatda stress bu faqatgina faktor, tashqi faktor. U kasallikni keltirib chiqaruvchi endogen faktor emas. U tashqaridan berilgan bo'lgani uchun insonda bor mavjud narsani faqatgina yuzaga chiqarib beradi xolos. Qo'zg'atib qo'yadi. U o'zi keltirib chiqaruvchi emas. Shuning uchun ham unda nasliy moyillik bo'lgan, bu stress unga yuzaga olib chiquvchi faktor bo'lib hisoblanib qolgan. To'g'ri bo'lishi mumkin, birdaniga yuqoriga ko'tarish ehtimoli juda ko'p patsientlarda bo'ladi. Birdaniga yuqoriga ko'tarilib ketadi va bunday bemorlar menda stress oqibatida paydo bo'ldi, ma'lum bir vaqtdan keyin joyiga tushadi deb doriga ko'pchilik e'tibor bermaydi yoki vrachga bormaydi. Men stressim o'tib ketsa, men yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylashadi. To'g'ri, unaqa holatlar ham bo'lgan, juda ham hayotda ko'p bo'lgan, lekin baribir nazoratda bo'lgani yaxshi hammasi. Raz ko'tarildimi bir marta yuqoriga, 10 dan yuqori ko'tarildimi, organizmda qandaydir buzilish bor yoki haligi xavf guruhiga kiruvchi naslda moyillik, balki ortiqcha tana vazni ham bordir. Balki noto'g'ri ovqatlanar, balki o'troq hayot, ish rejimi o'tirib ishlaydigan rejimda. Shuning uchun ham hammasini hisobga olib turib, ma'lum bir vaqt shu bemor balkim qattiq dieta qilib, o'zimiz parhezimizga rioya qilib, qanaqadir cheklovlarni amalga oshirganda balkim
yaxshi bo'lib ketgan bo'lardi. O'sha asoratlar yuzaga keldimi, demak bunda kasallik rivojlandi. Kasallik rivojlandimi, endi u yog'iga buni nazoratga olib, doimiy ravishda qandni pasaytiruvchi preparatlar qabul qilishga majbur. Aytmoqchisizki, suvni loyqasi tinib turgan bo'ladi, suv ostida. Suvni yuzasi tiniq, ammo kelib kimdir qo'zg'atdi, loyqalandi. Shu tashqi stress faktori qo'zg'atish faktori hisoblanadi demoqchisiz. Endi yuqoridagi savolimdan bir qismni ajratib yana bermoqchiman sizga. Qand kasalligi erkaklarda jinsiy faoliyat buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bo'ladi, chunki qand kasalligi sistemali kasallik deb yuqorida aytdim. Sistemali kasallik bo'lgandan keyin jinsiy a'zolar ham bundan mustasno emas. Ayollarda ham, erkaklarda ham hamma organlarni zararlaganda jinsiy a'zolarni ham zararlaydi. Yana bitta misol qilib, oson qilib tushuntiradigan bo'lsam, har bitta gormonimiz zanjir bo'lib o'z faoliyatini bajaradi. Hech qaysi gormon uzilgan zanjir asosida ishlamaydi. Har bitta gormonni o'zini chiqadigan joyi bor, qaytib tushib o'sha jarayondan orqaga qaytadigan joyi bor. Ya'ni zanjirsimon ish faoliyat olib boradi. O'sha zanjirni qaysidir zvenosida buzilish bo'lsa, uzilish bo'lsa, o'sha zvenoda zararlanish yuzaga keladi. Shu savolga ham ochiqroq javob beravering. Ya'ni jinsiy maylning, xohishning yo'qligi erkaklarda. Testosteron tushib ketadi chunki ularda. Shuni ochiq aytib beravering. Qarang, har bitta gormon o'zini zanjirsimon ish faoliyatini olib boradi organizmda. O'sha zanjirning qaysidir qismining uzilishi o'sha organlarda faoliyat buzilishiga olib keladi. Ya'ni bizda insulinda buzilish jarayoni ketyapti. Insulin o'z navbatida har bitta organga o'zini faoliyati bilan ta'sir qiladi. O'sha organlarda faoliyat buzildimi, jinsiy tomondan keladigan bo'lsa, erkaklarda imенно testosteronlar, ya'ni murskoy gormon deb aytamiz xalq tilida, ana o'sha murskoy gormonlarimizni tushib ketishiga, ya'ni ular normadan pasayib ketishiga, o'z navbatida jinsiy mayllikni pasayib ketishiga olib keladi. Bu nafaqat erkaklarda, ayollarda ham xuddi shunday. Ayollik gormonlarini pasayib ketishiga, ularda erta klimaksning hosil bo'lishi va ayollarda ham jinsiy maylning tushib ketishiga olib keladi. Endi bu mavzuda yana biroz zinadan sal pastroqqa ko'tarilib tushadigan bo'lsak, endi bu mavzuda zinadan sal teparoqqa ko'tariladigan bo'lsak, ya'ni chuqurlashadigan bo'lsak, erkaklarda jinsiy ereksiyaning mavjud bo'lishi qon tomirlar faoliyatining normada bo'lishi bilan bevosita bog'liq. Endi qand kasalligida birinchi zararlanadigan tizim qon tomir tizimi deb aytiladi. Va mana shu qon tomir zararlanishi ortidan ereksiyaning buzilishi yuzaga kelish holatlari ham bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki har bitta organ bilamiz nerv tolalari hamda qon tomirlar bilan boyitilgan bo'ladi. Ushbu qon tomir nervlar orqali ular oziqlanadi. Biz ham xuddi ovqat yeb o'zimizni ehtiyojimizni qondirganimizdek, organlar ham ushbu qon tomirlar orqali kelayotgan mikroelementlar, glyukoza, boshqa oqsil yog'lar bilan oziqlanib faoliyatini bajaradi, hayotini kechiradi. Endi o'sha qon tomiri bilan bizga kelayotgan narsalar birdaniga kamaydi. Nima uchun? Chunki qandli diabet qon tomir ichki qismini shikastladi. U bo'lishi mumkin yurakda, miyada va o'z-o'zidan jinsiy organlarda ham. Qon tomirning ichki tomoni zararlangandan keyin u yerga borib xolesterinlar o'tirib oladi. Zararlangan qismga, chunki silliq qismga hech qachon xolesterin yopishish xususiyatiga ega emas. Zararlangan qismga ortiqcha yog' miqdorlari xolesterin kelib o'tirgandan keyin qon tomirining ichki devori torayishni boshlaydi. Ya'ni silliq suv sepadigan shlankamiz misol qilsak, shlankamizni ichki tomoni o'z-o'zidan bekilishni boshladi. Chunki devorlariga qubba narsalar yopishib qolishni boshladi. O'tkazuvchanlik kamaydi. Bu bitta tomirda emas, har bitta kelayotgan tomirda yuzaga kelyapti. Kelib turgan qon oqimi birdaniga kamaydi. U bilan o'z navbatida oziq-ovqat mahsulotlari ham kamaydi. Organ faoliyatdan pasayishni boshlaydi. O'zi ishlab chiqaradigan mahsulotni normadan kam ishlab chiqarishni boshlaydi. Qon tomiri bilan bog'liqligi imенно shu jarayon bilan namoyon bo'ladi. Qandli diabetda yana bir eng qo'rqinchli narsa bu birdan bemor komaga tushib qolibdi va unday bo'pti, bunday bo'pti, olamdan o'tibdi degan gaplarni eshitamizda. Qaysi holatlarda birdan bemor komaga tushib qolishi mumkin? Avvalambor qandli diabet bilan og'rib kasallanib yurgan patsientlar, bemorlar ko'pincha dori mahsulotini noto'g'ri tanlanganligi oqibatida, ya'ni kasalligi uchun mos bo'lmagan dori tanlab qo'yilsa, noto'g'ri tanlangan dori vositasi komaga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasam insulin dozasining yetishmasligi u ham komaga sabab bo'lishi mumkin. Yoki kichkina dozada qabul qilib kelayotgan dorisi birdaniga stress oldi va birdan sahar ko'tarilib ketdi, dorining kuchi yetmadi. O'sha jarayonni
bosib ketish uchun, to'g'irlab ketish uchun. Ana shunday jarayonlarda ko'pincha koma holatlari yuzaga keladi. Komani o'zi ham ikki xil. Gipoglikemik koma bor. Gipo, ya'ni tushib ketish oqibatida, giperglikemik koma bor, ko'tarilib ketish oqibatida. Bemorlarimizda shuncha yillar mobaynida kuzatuvlarim asosida giperglikemik komadan ko'ra gipoglikemik ko'proq tushadi. Ya'ni tushib ketishi. Chunki bemorlarimizda ko'pincha ishlaydigan, ko'chada har xil faoliyat bajaradigan patsientlarimizni yonligida har doim aytaman, sumkalarda narsa olib yuringlar yoninglarda. Nimadir og'zingizga solchi 2 dona konfet, qanaqadir qandmi, juda bo'lmaganda qand, 2 dona qand ko'tarib yuringlar. Chunki ovqatlaringiz orasi uzaysa, sizda xavf bor gipo holatini. Siz uydan nonushta qilib chiqib ketdingiz. Obedga tushlik uchun ulgurmayapsiz. U ishxonadan bu ishxonaga ketyapsiz, yo'ldasiz, transportdasiz, hali obedga tushlik uchun ulgurmadingiz. Ana shu jarayonda siz ertalab dori qabul qilib chiqqansiz uydan. O'sha dorini pik jarayoni yetib keldi, 11, 12, 1 da piki bo'ldi dorini, lekin ovqat mahsuloti kirmadi u payt. Ana o'sha holatda birdan gipo holati yuzaga keladi. Buni bemorlarimizga tushuntirib o'tamiz, ichligidan birdan qaltiroq kelib, muzdek ter chiqib, yirik ter chiqib ketdi hamma yog'imdan muzdek ter. Hozir hushimdan ketib qolaman degan hissiyot bo'ldi deyshadi. Ba'zida ketib ham qolishadi xushligidan. Transportda, ko'cha-kuyda shunaqa bitta bemorim bo'lganki, svetoforda u yo'ldan bu yo'lga katta chorrahada o'tayotgan paytda katta ko'chada hushidan ketib qolgan. Yaxshiyamki sumkasidan atrofdagilar medik emas, doktor emas, bilmaydi. Katta ko'chadan chetga olib chiqishgan, sumkasini ochishganda glyukometr chiqib kelgan, o'shandan bilib qolishgan sahari borligini. Va birdaniga unga birinchi yordam sifatida nima berishni bilmasdan kola ichirishgan. To'g'ri qilishgan, chunki kola yuqori konsentratsiyali glyukozaga ega eritma hisoblanadi kola. Kola ichirishgan, birdaniga ko'zi ochilgan, patsient o'ziga kelgan, keyin tez yordam bilan bizga olib kelishgan. Shuning uchun ham har doim aytaman, diabeti bor odamlar yoningizda albatta shirinlik, 2 ta konfetmi, nimadir bo'lsa ham, bir burda non bo'lsa ham mayli deyman, yoningizga savolingiz sumkalarda yursin, xavf bor sirada gipo holat. Chunki siz dori qabul qilyapsiz. O'shanga mos ovqat kirmay qolsa, uzilib qolsa orasi, sizda gipo holati yuzaga kelishi mumkin. Giperglikemik koma asosan birinchi tipda uchraydi, asosan. Chunki u yosh organizm insulin qabul qilib turadi, birdaniga yoshlar shunaqaki dieta qilish unchalik xohlashmaydi yoki bo'lmasa ularning yoshligi bor, har qanaqa napitkalar aytganda yuqorida kola, fanta yaxshi ko'rishadi. Insulin dozasini har doimgi tartibda olishadi-da, birdaniga kola, fanta ichib olishadi. U riskni ko'tarib yuboradimi? Giperglikemik komaga olib kelib qolishi mumkin. Insulin uni kuchi yetmay qoladi, ichgan glyukozasini parchalashga. Shuning uchun ham bu holat ko'proq asosan yoshlarda birinchi tipda uchraydi. Biz diabetga davo mazmunidagi suhbatni yana davom ettiramiz. Savollaringiz bo'lsa, quyidagi izohda qoldirilayotgan linklar orqali, havolalar orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Albatta, savollar orasida boshdan o'tkazganlarning savollari bo'lishi tayin, chunki bizda aytiladigan naql bor, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib. Lekin boshidan o'tkazgan tabiblarning aksariyatini deb boshqa shifokorga borish o'rniga undan maslahat olib qo'yayotganlar adashib ham qolishyapti. Shuning uchun baribir savollaringizga mutaxassislarning o'zidan javob olganingiz yaxshi. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. Aziz opa, sizga rahmat. Salomat bo'ling. Effect Herbals organik mahsulotining asosiy vazifasi qondagi qand miqdorini bir me'yorda saqlashda yordam berish va sahr natijasida yuzaga keladigan yondosh kasalliklarning oldini olishdir. Qandli diabet bu oshqozon osti bezi faoliyatining buzilishi va insulin gormonining yetishmovchiligi natijasida qonda qand miqdorining oshib ketishi hisoblanadi. Effect Herbals organik mahsuloti tarkibidagi topinambur o'simligi oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilab, insulin gormoni ishlab chiqarilishini bir me'yorga keltirib beradi. Buning natijasida qon tarkibidagi glyukoza darajasi normallashadi va gemoglobin miqdori oshadi. Qondagi qand miqdorining pasayishi hisobiga mahsulotimiz tarkibidagi ginko biloba o'simligi quyilib qolgan qonni suyultiradi va qon aylanishi yaxshilanadi. Buning natijasida qo'l va oyoqlardagi uvishish va muzlashlar hamda bo'g'imlardagi og'riqlar kamayadi. Ushbu mahsulot qon bosimining bir me'yorda bo'lishini ta'minlab beradi. Boshdagi og'riqlar va bosh aylanishini, quloqdagi shovqinlar, ko'z oldi xiralashishining oldini oladi. Uyquni yaxshilab, tiniqib uxlashingizni ta'minlab beradi. Effect Herbals mahsuloti shuningdek xotirani mustahkamlaydi. Buyrak siydik yo'llaridagi shamollashlarning oldini oladi. Immunitetni ko'tarib, kun davomida holsizlik va charchoq holatlarini kamaytirishga ko'makchi bo'ladi va tetik yurishingizga yordam beradi. Mahsulot ichida 2 ta quti bor. Birinchisida 60 ta kapsula, ikkinchisida esa 60 ta marmelad bo'ladi. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Muolaja davomida esa mutaxassislar har 4-5 kun ichida sizning salomatligingizdan
xabar olib turishadi. Qandli diabet uchun Effect Herbals ikkita biologik mahsulotdan iborat. Marmelad va kapsulalar. Har bir to'plamda marmelad 60 dona, kapsulalar 60 dona. Qabul qilish tartibi: 2 dona marmelad ertalab nonushtadan keyin, 2 dona kapsula esa kechki ovqatdan keyin qabul qilinadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 520 0909.